Tasdiklik. Bu yoqning ismi Yasin. Hozirgi iqtisodiy kasatchilikni ang echinishli qaldi boshdan kechirayotgan birisi. Hammamiz shundaqku demanglar, ha? Ishonsanglar, u boyiqi tamaki qoldiqini 3-qatim terib tashlab qo'ydi. Bu bechora to'ttamga yolg'iz qarab o'ltasa, ota-onasi yo'qmidi deb o'yladinglar. Ras. O kichigidilla yetim qilib, momisi beqib cho'ng qilgan. Lekin o'tgan yil momisimi uni bu dunyoga tikkandek yolg'iz qo'yib ketib qoldi. Ey bechora. Bu bayqushning kallasi ishlamdiki desa, halimi shu. Ishlamamdiki desa, ishlabmi qoladigandek. Hikoyamiz mushiyada boshlandi. Yasinning qandaqligiga o'zinglar baho berib olasizlar. Rustam. Nanalay. Ha, yaxshimi. Cho'nan qancha bu? Cho'nan 5 qo'y. Amsima girdichi. Gir 3 qo'y. Ma'qul, girdim buni olay. Ya bo'l. Rustam, birini nesiga berib turamsiz? 2 kungacha berita pulingizni. Alay. Ma'qul. Rahmat sizga hamsa. Ma'qul. Bo'ldi. Kishilar odatda qo'saq to'qlig'ach ertadagi ishning planini qiladi. Ba'zilar tamoqni jiqyab olsa, qandoq sindirishning g'amini qilishidi. Shu topda og'inimiz Yasin nimalarni o'ylayotgandi? Aşı apsi tamaq pişti deb vaqasa mangmaydigan shumlarga ajab bir o'sh oldim. Ba'zida aşı apaşlaq balo olsamki deb o'ylayman. Yasinning qo'rsiqi to'ysa qiladigan birinchi ishi uxlash. Uyg'unib birdan bir qila oladiganini bo'lsa, tamoqning amalini qilish. Bunga nisbatan tamoq tejashning eng unumli amali uxlash. Qancha uzun uxlasa, shuncha yaxshi. Momamni tushib qoptimi-na? Momam tushimda yolg'iz bir daraxtning yonida bayliq bor deydi. Momam kichigimdan tortib meni aldab boqman. Momam tushimda meni qat'iy aldamaydi. Bir berib boqay. Momam degan daraxt mushi bog'iydi, ha? Mushlar xushmandamishlar o'zida. Shuniki momasining gapiga ishinib, mushadagi yolg'iz daraxtning tubidagi bayliqni ko'lig'ili keldi. Qani, ko'lab baqsin. Ishqilib, uyda so'zilib yotgandan yaxshi. Rostini bir narsa deb oldimi nima? Ya çoğaba bak altın koku karşı olsa. Altın emas baba. Çoğaba neyim kaldırıp koygan boydu bana? Tushida momasining deganidek, bu yolg'iz daraxtning tubidan ras bir kasi chiqdi. Lekin bu oltin emas ekan. Bu kasida bir xislat bormidi ya? Bu Yasinning omadimi yoki yangi bir azobning boshlanishimi?
Davamını keyingi qismda ko'raylik. Lekin To'rtdan pulni ko'paytirgan bek. Bu kunlarda ko'chadan tamaki qoldig'i bilan axlatdan bo'lak narsa tepib olib boqmagan bu yigit daraxt ostidan topgan bu kasiga texi jayron. Bu cho'ng opamdan qolgan narsamni mushlar surib ketdi. Aski tuma. Oh, ma karomatni ko'ring. Bu rostilla xislatlik kasimi nima? Bir sog'ana qantamoshga? Voy, bu rostilla xislatlik kasga. Mo'minsa uni aldimapti. Bir narsa ko'paytiradigan xosiyat ekan buniki. Ya bu cho'ng opam nima ish qilib baldiroq bermagandi buni menga? Ya mushunda xosiyatni ko'yar tursa, o cho'ng opam nima ish qilib namroq turmush kechirganda? Ma'nasi baldir bo'lgan bo'lsa, cho'ng opamni baldir tugab ketmaydi. Biz bu kun xabar chiqamasmi? Shu emasmi? Cho'ng apsi balduroq bergan bo'lsa, bu kunlarni ko'maytamasmi? Endi ma paplikalarni kunda ko'paytib, chiqib sotilgan bo'lsa, biyib ketsam men mana. Ey. Mushunda ne? No'slar tursa. Men potilka setibamni kunda asutisiga yig'digandek. Pulnim ko'paytiradigan bo'lsa, ammo lekin To'rtdan pulni ko'paytirgan sanbek. Asta, mashni ko'ring. Asta, buni nima deymiz endi? Yasinning yanchiq quruq tali to'liq deymizmi? Endi beyib ketadigan bo'ldi. Ko'rarkan bu. Cho'ng opa rahmat sana. Gerçi baldırak bermagan bilan bunun hikmini shunda asqatgan bo'ldim, bu kunlarni qutulgan bo'ldim va cho'ng opa. Hey Yasin. Qaraganda seni amutdan kelgandek qiladi. Tunigunla bir namga kuch yetmaydigan odam bugun tuyuqsizlik bayilib ketdi. Endi bu bayliqlar bilan nima ishlarni qilib o'tasa? Din burun xapliqni, ahanatni, g'amni, ochliqni yutib yurgan Yasin hayotida tunji qadam pulni yutib mengishning ta'mini dedi. Hey! Buningdan keyin Yasinning hayotida osmon zamin o'zgarishib ketadigan bo'ldi-da. Pul ketirishning bunda payzolligini ijab bilmaydi ekanman. Peyzoludu Yasin, peyzoludu. Pulun olsa, latıq qozuqun yağ patıdı, yağaş etin asmanda çapıdı.
Hey, Yasinning bu talatidan qaraganda bunchalik pulni ko'rib boqmaniga xeyli bo'lgandek qildi. Qadrligim, suyimligim, go'krim meniki. Kula, Yasin, kula. Sening kuladigan vaqting endi kelgan. Endi mana bayıldigan bo'ldim mana. Men kunda berib tangi pulni bankaga tegesa, o bankadagilar mendan gumonlanib bu ishdan bilib qolsa. Shu emasmi? Bu tarafini yo'q degil olmaydi. Demagan bilan buningmi xeyli kalis ishlaydi. Mana ishlar yo'g'ini qiladi. Qaraganda Yasinning ishtasi tangi pullarni qanoat qilmaydigandek qildi. Karamet! Alamet! Hemmisi benim. Allah'ım. Hey Yasin, manda pul topqil tursang, mayim bilan mashqni san havas qiladi. Buguncha mushinchak deb tursam bo'la. To'la, ilmi jiq topding Yasin. Qanda xashisam bo'la, bu pullarni. Endi ish o'xshidi. Bu ko'paygan pullarning hammasining numeri o'xshashga. Demak, bu pul rostdan saxtiga o'zgardi degan gap. Mushtapti kagini saqchi bo'lsa, Yasinning keyingi hayoti turmada o'tdi degan gap. Mana. Kimdo bu? Ajab sat bir qaqdi. İstigirak berib bir acha. Bu kim demdi? Talatidan yaxshi odamdek qilmaydi.